Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan ajoyib va foydali quruq meva haqida so'zlashamiz. Ba'zilar quruq mevalar orasida mayiz yoki bargakni eng foydalisi deb hisoblashadi. Lekin parhezshunoslar va oziq-ovqat bo'yicha mutaxassislar qayta tadqiqot o'tkazib, kutilmagan bir xulosaga kelishdi. Anjir qoqi deyarli barcha muhim ko'rsatkichlar bo'yicha boshqa quruq mevalarni ortda qoldirdi. U nafaqat shirinlik, balki organizmning bir nechta tizimlarini bir vaqtda tiklaydigan tabiiy malham ham deyish mumkin. Anjirning eng katta ustunligi uning tarkibidagi kalsiy miqdoridadir. 100 gram anjir qoqida 214 mg kalsiy mavjud ekan. Bargakda esa 160 mg. Qora olxo'rida esa bor yo'g'i 72 mg. Bunday katta farq anjirni suyaklar, bo'g'imlar mustahkamligi va ayniqsa yosh o'tishi bilan paydo bo'ladigan osteoporoz kasalligining oldini olishda juda muhim tabiiy doriga aylantiradi desak, yanglishmasak kerak. Anjir kletchatkaga boyligi jihatidan ham yetakchi sanaladi. 100 gram anjirda deyarli 18 gram kletchatka mavjud ekan. Bu qora olxo'ridan 2 barobar ko'p demakdir. Eng muhimi, anjir ichaklarga keskin ta'sir qilmaydi, balki hazm jarayonini yumshoq va tabiiy yo'l bilan tartibga soladi. Inson salomatligi uchun eng muhim ko'rsatkichlardan biri bu glikemik indeks sanaladi. Qondagi qand miqdorini nazorat qiluvchilar uchun bu juda ham muhim. Anjir qoqi iste'mol qilingandan keyin qonda qand miqdori keskin oshib ketmaydi. Bu esa kun davomida quvvatning bir tekis taqsimlanishini ta'minlaydi. Bundan tashqari anjir qoqi kaliy moddasiga boy bo'lib, u qon bosimini me'yorga keltiradi va yurak mushaklari ishini yaxshilaydi. Shuningdek, uning tarkibida B guruhi vitaminlari bor. Bu guruh vitaminlari esa asab tizimini tinchlantiradi va moddalar almashinuvini tezlashtiradi. Ayniqsa B1 vitamini miqdori bo'yicha u barcha quruq mevalardan ustun sanaladi. Anjir qoqida temir moddasi 3 mg atrofida bo'lib, qondagi gemoglobin darajasini oshirishga ko'maklashadi. Anjir qoqida mavjud bo'lgan fosfor tish emalini mustahkamlaydi va miya faoliyatini faollashtiradi. Yana bir muhim jihat shuki, quritish texnologiyasidir. Bargakka chiroyli va yorqin rang berish uchun ko'pincha oltin gugurt dioksidi kabi kimyoviy vositalar bilan ishlov berishadi. Anjir qoqi esa odatda kimyoviy ishlovsiz, tabiiy yo'l bilan quritiladi. Ko'rinishi oddiyroq bo'lsa-da, tarkibida zararli moddalar yo'qligi bilan ajralib turadi. Garchi kaloriyasi boshqa quruq mevalarniki bilan deyarli bir xil bo'lsa ham, kletchatka ko'pligi sababli anjir odamni tez to'ydiradi. Shifokorlar kuniga 3-4 dona anjir qoqi yeyishni tavsiya etishadi. Uni bo'tqalarga qo'shish, tvorog bilan yeyish yoki shamollash va yo'tal paytida issiq damlamalar ichida iste'mol qilish o'ta foydalidir. Salomat bo'ling.